Assalomu alaykum, Asormet kompaniyasining YouTube kanal obunachilari. Biz hozirda Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi Dilmurod akaning xonadonlariga mehmonga keldik. Bugun Dilmurod aka bilan ozgina ichki kechinmalari haqida suhbat o'tkazamiz. Assalomu alaykum Dilmurod aka. Ozgina siz bilan suhbat qurmoqchi edik. Savollar bersam, to'g'ri javob berasiz degan umiddaman va ko'ngilingizga tegmaydigan savollar berishga harakat qilamiz. Dilmurod aka, bu holatga tushganingizga necha yil va nima sabab bo'lgan? Assalomu alaykum hammaga. 2004-yilda yoz oyida suvga kalla tashlab, suvdagi betonga kalla urilgan. O'shani oqibatida bo'yin umurtqa 5-6-7 pog'onalar singan. Shuni oqibatida oyoq qo'l ishlamay qolib, keyin shu 21 yil bo'g'atdi inshaalloh bu yil. Dilmurod aka, agar o'sha paytda shu hodisa ro'y bermaganda, yana avvalgidagi sog'lom holatda bo'lganingizda nimalar qilgan bo'lardingiz? Dinga xizmat qilardik, Alloh qodir qilgancha yana ham jadallashtirib, Alloh qodir qilgancha dinga xizmat qilib, bolalarni, farzandlarimni o'qitardim. Tushunarli. Dilmurod aka, sizga shu ko'rinishdagi ko'p funksiyali aravacha qanchalik foyda beradi? Qanchalik yordam beradi? Juda ham qulay, alhamdulillah, yaxshi. Shu motorli arava yaxshi-da, ya'ni bu kimga to'g'ri biz muhtojmiz, lekin muhtojlikni kamaytiradi, o'zimizga xizmat qildiradi. Har taraflama qulay. Hozir prezidentimiz yaxshi ya'ni avtobuslarni qulay qilib pandusli qilib qo'yishdi. O'sha pandus bilan chiqib, o'sha manzillarimizga yetib olib, misol uchun yengil bo'lyapti, har taraflama yaxshi bo'ldi. O'shanga shu motorli arava bo'lsa, yaxshi-da, qulay bo'lyapti. Demak, sizda ikkinchi insonga bo'lgan ehtiyojni kamaytirgan bo'lardi. Kamaytirgan bo'lardi. Juda ham yaxshi. Ba'zan oyna qarshisida uzoq turib qolaman, o'zimga tikilib qarayman. Bu odam manmadim. Ilgari kuchga to'lgan, bolalarni yelkasiga, jiyanlarni yelkasiga olib yuradigan, hech narsadan qo'rqmaydigan men edimda. Endi esa qimirlamaydigan oyoqlar, o'zgargan hayot, ichimdagi og'riq. Mayli, shunisiga ham shukr, alhamdulillah. Men hech qachon kuchsiz bo'lishdan qo'rqmaganman. Lekin bolalarimga yetarlicha ota bo'lolmayotganimdek his qilganimda yuragim siqilib ketadi. Ularning yuzlaridagi otam ham boshqalar kabi bo'lsa edi, gaplari baribir yomon boshqacha ta'sir qiladi. Lekin ular yugurib, o'ynab yurishadi. Men esa faqat kuzataman. Dilmurod aka, hozirgi sog'lom, baquvvat va o'z kuchiga ishonayotgan yosh avlodga maslahatlaringiz? Bular iloji boricha o'sha suvga borsa kalla tashlamasliklarini istab qolaman. Keyin ota-onalariga Alloh qodir qilgancha, qo'ldan kelgancha xizmatlarini qilishlarini, dinga xizmat qilishlarini, ilm olishlarini, ki O'zbekiston, jonajon O'zbekistonimizni bundan ham gullab yashnashida xizmat qilib, o'z hissalarini qo'shishlarini istayman. Rahmat kattakon Dilmurod aka, siz bilan bo'lgan suhbat juda ham ajoyib o'tdi. Agar ko'ngilingizga tegadigan gaplar yoki tegadigan savollar bergan bo'lsak, biz sizdan chin dildan uzr so'raymiz. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat kattakon. Rahmat sizga.